Assalomu alaykum hurmatli mashrab akli. Mashrabimizga bosgan qadamingizga marhaba. Assalomu alaykum hurmatli mashrab ahli. Ekran oldidagi qadrli mashrab ko'rurmanlari, hammamizning yangi yilimizga, yangi yishimizga muborak bo'lsin. Xo'sh, hurmatli mashrab ahli. Bugungi mashrabimiz shundoq bir barakatli, ahamiyatli bir mashrab bo'lsin. Chunki biz bugungi mashrabimiz orqali yangi bir yilni kutib olmoqdamiz. Bugungi mashrabimiz orqali natijalarimiz uchun tantana qilishmoqchimiz. Yana shundaqla bugungi mashrabniki sohibxona bo'lish sifatimiz bilan hammanglarniki yangi bir yilini tabriklamoqchimiz. Hammanglarning yangi bir yiliga muborak bo'lsin. Ko'pchilikka ayon mashrab programmamiz yo'l qo'yilgan 14 yildan buyon o'zining aktual temasi, mazmunining sarxilligi, rangdorligi bilan eng muhimi millatlar ittifoqlik temasini bosh melodiya qilib turib, ahamiyatli temalarni ko'pchilikning huzuriga sunishi bilan nodir programmalar qatoridan bo'lib keldi. Shunda mashrab programmasidagi xizmatdoshlarimizninki uzluksiz tirishishi, kasb-suyar axloqi, ham shundaqla yangilik yaratish ro'y orqali mana bugungidek nomerlari sarxil, ahamiyatli bo'lgan, ham aktivlashgan, shundaqla an'anaviy madaniyat bilan hozirgi zamon madaniyati zich birlashtirilgan nodir bir programmaga aylandi. Shundaqla bugungi mashrabimiz orqali yangi bir yilni, yangi bir natijani kutib olmoqchimiz. Biz şunun shaksiz ishonamizki, har qachon davr melodiyasini yangiritib kelayotgan mashrab programmamiz bu bir yangi yilda texmi yangi mazmunlar bilan ko'pchilikning suyib ko'rishiga muyassar bo'la oladi. Yangi yil programmamizga yarashib keladi. Xo'sh, mayli, yaxshi tilak so'zlarimizni buningdan keyingi mashrab programmasininki hayotini ancha-muncha so'zlab o'tdik. Xo'sh, anda olsa vaqtni ching tutib, mashrab akni taqozo qilmay yigit beshini bir tunishtirib, yigit beshidan ijozat olib, bugungi barakatli mashrabimizni boshlab olsak qanday? Xo'sh, qani? Xo'sh, anda olsa hurmatli mashrab akli, bizning bugungi mashrabimizning yigit beshi bo'lsa, Xinjiang Universiteti Filologiya institutininki professori Osman İsmail Tarım efendim bo'ladi. Muborak bo'lsin hurmatli yigit. Assalomu alaykum mashrab akli. Assalomu alaykum Mirshab, Mayra. Bugungi mashrabimizga marhaba. Hammanglarning yangi yiliga muborak bo'lsin. Qarindoshlar. Bugun biz mashrab turligiga jam bo'lib, yangi yilni yangicha shakl bilan kutilyapmiz. Biz o'zimizning ajr mehnatlarimiz, töhfa natijalarimiz ve minnettarlık hissiyatımız bilen konu yılını uzatib koyduk. Biz yeni yılga, yeniçe arzu, yeniçe ümit bilen ittifaqlık nakşisi ve şatlık külüklerimiz bilen kadem basımız. Rahmat. Bir canlıdan orundayınız yigitleşin. Anda olsa mashrabimizni boshlashga ijozat mumkin? İcazet. Xo'sh, hurmatli mashrab akli, anda olsa bugungi mashrabimiz boshlan. Ya
kirsa, nimaga buncha xush bo'lasizlar deb so'rashidi boshqalar. Sababi bor. Yangi yilning kirishi bilan yeshimizga bir yosh, muhimi aqlimizga bir yosh qo'shiladi. Yangi yil u yangi umidning, yangi hayotning boshlanishi. Yangi yil u yangi bir intilishning ham boshlanishi. Shunday, yangi yil, yangicha qiyofat, yangicha ruh, yangicha musobaqa otilgan yangi bir kun. Mana qarang Mirshab begim, bugun har birimizning chehrada aks etgani yangi yil kulkisi, yangi yil jilvasi. Bugungi kulkilarimiz amaliyotda tunugungi ajr mehnatimizning natijasi. Shunday, bugungi chiroyimizdagi tatliqni tabassumlar, ko'zlarimizda chaqnayotgan qalbi to'yg'ulari, qalb to'rimizda yangrayotgan muhabbatli kuylarimiz har bir yilniki bizga qilgan sovg'isi. Hürmetli Meşrep Ekli, Mayre. Biz yaşlığımızı şaşlık mezgili, coşkunluk mezgili dep atab kelyapmiz. Şunda. Elbette bugünkü bu devirde bizden bulupmu yaşlarımızdan devrimiz bolsa acayip bir bolgan ruhni, coşkunlukni, intilishni,
tirishishni talab qiladi. Shundoq Mirshab begim, davr ushqandek taraqqiy qilyapti. Hammamiz zamonaviy madaniyatni yetakchi qilib turib ilgirlayapmiz. Albatta o'z navbatida biz duch kelayotgan qiyinchiliklarni oz bo'lmayapti. Davr yolg'iz biz yoshlardan emas, cho'nglardanmi, hatto bolalarimizdanmi nurg'un umidlarni kutyapti. Demak, mana shundoq vaziyatda biz hammaga to'g'ri muomala qilishni o'rganib bilishimiz kerak. Bugün vaqt bana şundaq bir sual qo'ydi. Hiç ko'rilmagan bir suyunish bilan ishiganga keldim. Sen faqat kim o degin? Men kim bo'lishimni xohlasang shu bo'lib keldim deb javob beray. Men dedim, bana muhabbat lazım. Muhabbatga ehtiyojim bor. Meni muhabbatdan oprida qilgan suyimlik ota-onamga muhabbat bilan javob bermagim lazım. Farzandlarimga muhabbatni singdirmagim lazım. Halal juftim, jon yo'ldishimga ham muhabbat bilan xizmat qilmagim lazım. Atrofimdagi hammaga muhabbat bilan yuzlanishim lazım. Chunki men orqali hamma muhabbat cho'milsa, xushal bo'lsa, men shuningdan xushallik topa olayman. Xo'sh, endi tuvandagi muhabbatli kuylarni, muhabbatga tashna har bir qalbga sunduq bahrilanglar. Bu
shundoq bir tatliq tilagimiz bor. Yangi yil har bir ishni yangi natijalar bilan, yangi barakatlar bilan, xushalliklar bilan cheksin. Yangi yil hammanglarga yarashib kelsin. Ko'rayotganinglar Şinjan Tanxush tozalik turmush buyumlari savdo cheklik shirkati tajidorligidagi mashrab programmasi. Assalomu alaykum ko'rmanlar. Men Ali Qurban. Hayotimizning 10% qismi bizga yuz bergan tuyg'ulardan. Qolgan 90% qismi yuz bergan mush 10% tutgan muomala va inkosimizdan kelgan natijalardan tuzildi. Bu dunyoga dangliq Festinger effekti deb ataldi. Unda bo'lsa, Festinger effektining bizning turmush tutgan rol qanday bo'ladi? To'yindagi hikoyadan buni ko'rib boqayli. Hay nash qilinglar. Ha, mana. Bilal. Nish qolsa bilan bo'la. Maktab kechiksa. Atdiganda televizor ko'rmagan odam nima ish ko'rdi? Subaya qo'ygan telefondan. Bilal bilan maktab kechiksa, pulingga chay ichinglar. Apa bibimin imtihanım var. Voy, kim bo'ldi telefonga? Voy, bo'lib chiqilib ketibdi-ku. Ha? Ne bo'ldi? Chiqilibdi telefon. Men bu chiqildi bu telefon. Siz turbini qichqib qo'yib ekansiz, ichi suv kirib ketmasa, biya qo'yib qo'yibdim-a. Men qilib chaqding mana. Dama kısığım. Qasam qilsam nima ish qilsa buni? Bo'ldi balo voqa manga deganda. Voy, nima otqachini sizga u yerga qo'yib bu telefonni? Voy, xafa manga deganda Ilyar. Yaxshibdi mana telefon chiqdi. Bo'ldi voqa manga. Bola ketganda bo'ldi balo voqa manga. Va avaylisam bo'lmanda nima ish qilsa bu telefonni? Voy, bo'ldi baloga xafa manga. Nima ish qilsa deyman? Qo'rqib ketdi-doy. Qo'rqib ketibdimi ya degan odamning nervisini buzib. Endi bir azoq bo'ladi-ku, balaqada ketgandi. Voy, pulimiz o'g'anki siz ilim. Qaychi pul telefon ma'lum bilamsiz? Degan odamning kayfini o'chirib, o'zan qilishar bu nashliqni. Qimmatmi bu nashliqni men? Dada açıqlab ketdi. Bal bo'lsa psixiklik jarohatga, ana bo'lsa yo'ldosh tarafidan adil bo'lmagan muomala uchradi. Albatta bu ona va balada pasif energiya shakllantirdi. Bu pasif energiya o'z navbatida albatta pasif reallikni shakllantirdi. Voy, Ilyar. Ha, Umarjon. Kelyaptamsa dash? Ben şirketin aldığı keldim hozir kiraman. Bular rahbarlarning hammasi kelib bo'ldi deyman, seni saqlab qoldik hozir. Kelar plan jadvalni ilib oldingmi ya? Ha? Nima, kelar yillik plan? Apla. Bular chaqiriq bular. Bo'ldi, men hozirlab kiraman jumayningga. Bo'ldi, ma'qul. Tezroq bo'lasa juma dasha. Ha, ma'qul. Hay Ilyar. Akşam qilib sizga bergan hujjat xaltasini qo'ya qo'ydingiz. Men atiga jiddiychilikni unutib kelib chiqibman men. Hujjat so'mkisi? Ha, ustan o'sutdi. Ha? Unutib qopsizmi? Voy shu hozir uyga beraman, men chiqishni unutib kelib chiqibman. Men uyning oldiga beraman, ashada ko'rishayli. Voy, voqa men hozir olib beray. Bulunga chaqqan bilsildimay, men muhim ish men u. Juma. Bulunga chaqqan. Hozir olib beray. Qarab, men so'zamman da. Men o'ldirib mangandim, qat'iy xafa bo'lmang. Astagfirullah.
Qarab turib tökütüp bağını. Men to'lab beray. Nima to'lab bersiz nimani? Qapmay mushun talabazning ustuna avilang ha. Qapı qattiq qapıma. Bu tallabazının ustiga o'xshamaydi. Men jiroqda ekangan ayolim tug'utliq. Men qasdan qilmadim. Ma ishdan cho'tiqma ishdan qanday qilamiz buni? Men o'zim to'lab beray. Mening erim saqlab qolgan demak pek muhim ishim bor Men mening. sizga to'lab bering demagan. Mushun ishdan avilang ulandı. To'xting ha. Bu et degan nasbas tug'a odamni. Pul deydimmi bu qizga? Qiziq. Mana keldim. Oy. Endi keldi amadaş. Endi kelganda kelmasa olmamda. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ladi? Sening kasabingda men plan jadvalini vaqtida topshirmadi deb, men ishkilimizdan yillik mukofot puli yo'q bo'ldi. Boshliq bir monch kayib chiqib ketdi. Nima deydigansan? Odam unutib qopti ekanman, yerim yo'q ekan. Bu gapni boshliq chiqib dapirab oldimda. Menal emas, ishkilimizdan mukofot puli yo'q bo'ldi. Bilamsan shuni? Astagfirullah. Mana, əsi bu işlardan tamamen saqlanğılı bulatdı. Ondaqda bu hikayəni özümüzdən arzuyu boyunca qayıt ezib çıxaylı. Ay nasıl qılınlar? Mana. Lan. Nish qolsa bilan bo'la. Maktab kechiksa. Aytdiganda televizor ko'rmagan odam nima ish ko'rgansiz? Bo'ldi, subaya qo'ygan telefonni. Bilal bilan maktab kechiksa, pulingga chay ichinglar. Apa bibimin imtihonum bor. Voy, nima bo'ldi telefonga? Voy, bolam chiqib ketibdi-ku. Ha? Nima bo'ldi? Telefon chiqib ketibdi. Telefonlar? Bu qanday chiqadi bu? Men qasdan qilmagan. Buni yana qo'yib qo'yib ekansiz, hech suv kirgatmasin deb biya qo'yib qo'yib ekanman. Qimmat telefon. Bo'pti, voy voy, bala qazaq ketar. Kela bilan kela. O'tiradi, mashg'ulom kela. O'tiraman. Bicha telefon. Ha, balam. Biga imtihonum bor, ha? Imtihonni yaxshi bersa, indamay. Hozirga sabaqni yersan mashg'ulni qilsam, mashg'ulni yaxshi qilsam, bu imtihonni yetkazsa. Ha, qilmaydi. Ala balam. Ala, aytga. Oo, mana bu o'xshab ketibdi-ku. Ala balam. Maniga. Ha? Shu mana yuzligicha qilibdi. Qaradi ishlaydi-ki. Ey, bo'pti, va yuzligini almashtirib o'tamiz ya. Almashtiramiz. Ha? Qani, mashg'ul qilaymi? İşte bu bak. İşte nasıl? Bundan yaxshi bo'ldimi? Men chaqqonga loyiq. Yaxshi bersa imkonni, ha? Demek bizning hayatımızda qandaq bo'lishi bizga yuz bergan ishlar orqali emas, balki yuz bergan ishlarga qandaq ma'mul tutish orqali bekitiladi. Oldingizga tash siz uchun bir to'salg'imi yoki bir tal peshtoqmi? Albatta, bu sizning ko'z qarshingiz bog'liq. Yangi yilda hammangning ro'y kayfiyatining jushqun, umidvor bo'lishini chin dilimda umid qilaman. Rahmat. Darvaqa pozitsiya hammani belgilaydi. Pozitsiya bizning en yakın dostumuz ve en yaman düşmanımız. Pozitsiya bizning ro'yimizni, yediğimizni namoyon qilib berdi. Pozitsiya bizning harakatimiz ve qararimizga yondashib turdi. Masalan, biz shamolning yo'nalishini o'zgartirmaymiz. Ama biz shamolning yo'nalishiga
yelkinimizni to'g'rilab olsak, nihoyat tez ravon yurib ketalaymiz. Pozitsiya bizning qadr qimmatimizni belgilaydi. Östen boyida sakladım seni, yüzünü görmek sevindim seni. Östen boyida sakladım seni, yüzünü görmek sevindim. Güzel yarim, aşkında üzülse belli gitti. Kara kaşlı güzel yarim, aşkında üzülse belli gitti. Vakit bu insaniyetin desmayisi. Vakitni bekorga o'tkazish, bekorchilik, tayyortoplik bu insonni halokat yo'liga boshlaydigan omillar. Men bu yerda mundaq bir hikoyani aytib bergim kelyapti. Burunqi zamonda bir aqlli podsho bo'lgan ekan. Bu aqlli podsho keyingi o'zining avlodlariga bir
aql parasat g'azinisi bo'lgan kitob miras qoldirish niyati keldi. Shuning bilan u o'zining aqlli vazirlari va donishmandlarini to'plab, ularga aql parasat g'azinisidan tarkib topgan mushundoq bir kitob yozish talabini o'tirg'a qo'yibdi. Uning donishmandlari bir muncha mehnat qilib, oxiri bir cho'ng kitobni bitiribdi. Ular kitobni podshohning oldiga qo'yib turib, iftixorlangan holda, mana bu kitobda zamonlarga loyiq bo'lgan barliq aql parosatlar jam bo'ldi debdi. Podshoh debdi: "Men sizlarning bu kitobga nurg'un aql parosatni jam qilganligingizga ishonaman. Ammo bu kitob bak cho'ng bo'lib ketibdi. Buning ichidagi javhar qismini avlodlarim bilinmay qolishi mumkin. Shuning uchun bu kitobni qisqartinglar" deb. Shuning bilan buni bir betga, eng oxir faqat birli jumlaga qisqartibdi. Bu jumla bo'lsa-mu, dunyoda tayyor tomoq yo'q degan jumla ekan. Vaqtni isrof qilish odamni halokat yo'liga boshlaydi. Shunga biz vaqtni qadrlashimiz va to'xtamay mehnat qilishimiz kerak. Ben sizni pek yaxshi ko'raman. Ben sizni pek yaxshi ko'raman qizim. Dunyodagi barliq dadlar qizlarni yaxshi ko'ramdi. Ha, dunyodagi barliq dadlar qizlarni, bolalarni pek yaxshi ko'raman. Unda bo'lsa qog'oz sotuvchi qizning dadasi-chu. Qog'oz sotuvchi qizning dadasi yaxshi ko'rdi qizim. Unda bo'lsa nimishqa shuncha bola soqoqda o'z pul topmay nimishqa qizini chiqarib pul topib qo'ydi. Nimishqa ular bizga o'xshash maktab o'qimaydi. Nimish ular bizga o'xshash o'ynamaydi. Nimishqa.
balalıqqa to'yinsin. Ata-onaning mehr muhabbatiga to'yinsin. Ularning quchoqlarida ular yayilsin. Ular o'ziga tava bo'lgan dunyoni izlab topsin. Ular o'qisin. O'zining hayotligini planlasin. G'oya nishon va orzusi uchun kurash qilsin. Mana bu bizning mavqeimiz va nishonimiz. Balalar bizning shaxsiy mahsulotimiz emas. Balkim o bizning kelgusimiz, bizning umid, arzularımızın kapalatçısı. Her birimizning balalarning balaligini qaytarib beradigan, ularning haq-huquqiga hurmat qiladigan, ham ularga dunyoning illiqligini his qildiradigan mas'uliyatimiz va majburiyatimiz bor. Küçük balalarımız mı kağıt satmışsın? Ular mektepte okusun, balalığı bilen erkin, azade, hoşal, xoram, sağlam çoğun olsun. Şinjan Tenxuş Tazılık Turmuş Buyumları Soda Çeklik Şirketi tacidarlığıdaki meşrep programısı. Ayallarını koru bilmenler, yeşiği bək köngül bilmenler, yıllar süyüp kaldırsı ızlar, koruk kendep külüp girmenler. Teşi nazuk iç ot kızlar, yıllar bilen ilişip geldi, mağrur yıllar ter almay hergiz, kızlar bilen qerişip geldi. Toydurmasdın aldı öçini, şalanlattı bostan çiçini, sargayttı hem almı yüzünü, egip koydu servi belini. Ayal bunu sezmeyli kaldı, aqidigi bulup pervane, semenderdek urup özünü, yaşap geldi mağrur merdane. O bilmedi yalqın içide, muşaqqatning yamaşqınını, azaplarning sılaşlarını, hicrallarning sınaşlarını, kuzgullarning datlaşlarını, husumetning qaqşaşlarını, öyüm atlık güzel qorganda, yaşlık bilen yatlaşqınını. Yaşlık nima bilip bolğıca, təmi qandaq titip bolğıca. Yaşlık nələrə ketdin, qız qadringi qinib bolğıca. İlip barlıq vəcbisatını, turmaz yaşlık öyküçüp ketdi, ruxsarıdın ay ilip ketdi, tomurladın kan ilip ketdi. Onun qaşlarını qiyaqdın görün, oynaq hislerini bulaqdın görün, ünci tərlərini tupraqdın görün, vılıqlap təlpingen bu vaqtın görün. Ayalının yaşlığı gütmedi köşdi, qanları tomurdan tomurğa ötdi, nurdan qutupla yalqıncap kuydi, mehirdən bir nəbrət min qitim öldü. Yaşlıq şəkil bulup kəssimi uçup, o qaldı yürekdə qızlıqı bilən, titidi yürekə tuzluqı bilən, yaşartdı yürekni uzluqı bilən. Ayal köngli haman yaşlıqı mayil, yaşlıqımı ayalğa qayılı qadir, ayal yürgidi eriydi sahil, ayal bir söhrəki yaşlıq o tahir. Qoğlışıp bir-birlep ötken yıllarının, soğuğusi bizlerge güzel keləcek. Yıllar o rehimsiz bolsumu gerçe, tikildik hayatka çeksiz ümiddek. Mükçeysek turmuşның gemini yüdüp, biz mangan yollardın öndü reyhanlar, menzilning payani bolsumu çeksiz, ölmedi dildeki tatlık armanlar. Konsumu çaşlarga ap-ak çiçekler, nur aldık quyoshdan itek iteklep, ümit var bir naqşa eğitilip keldi, her dakik ayallık ruhini küylep.
ayol biz vücudi rangdar bir jahan. Zep esil kuylarni kuylar tilimiz, qerimas bizdeki aqida vapa, o'tsimu yana bir 40 yilimiz. Yıllar yana yengilandi, unutib qalmadi sovg'atlarini. Ana ayollarning oydek yuzida ko'paydi yana qo'riqlari, chochlariga qo'shildi kumush ranglari. Lekin yillar o'zgartalmadi uning ayollik latofitini. Yana qilch tavritalmadi uningdagi ishonch g'ururni. Yillar ayolni qiyrisimigar, lekin egalmadi uning beshini. Şunu yıllar qayil bo'lmay turolmadi, tan oldi ayolga turg'inini. Ayol u budruq bova, berna qiz, ulug' ana, u yana olim, doktor, yozuvchi, hattoki doyi. Ayol u kuch qudrat, baxt, saodat, hech nimaga teng kelmas uning salmiqi. Ayol ko'zi yoshlansa agar, zeminmi tang to'kidu ko'z yoshlarini. Havo ananing ko'ngli buzuludu, odam otining ham to'riludu qo'shimisi. Ayol u zeminning katta so'g'isi, erlarga qilgan cheksiz zimmati. U ham farzandlarning eng cho'ng boyligi. Tilayman ayol ko'zi yoshlanmasin hech qachon, ossun mangu qadr qimmati. Külki parlap tursun chehrida, chunki o zaminning pok farishtasi. Mana biz bugungi yangi bir yillik mashrifimizda vaqt to'g'risida so'zlashdik. Ham shundaqla natijalarimiz ustida yakun chiqardik. Bir savol so'rag'im kelyapti. Siz mush yillardan beringi mayli vaqt jihatdan bo'lsin, mayli hayotingiz jihatdan bo'lsin, mayli xizmat jihatdan bo'lsin, siz mushu chiqib aytganda vaqtlaringizga mamnunmisiz? Bekmi mamnun Mirshapigim. Mana bugun biz Mashrab programma gruppasi xodimlar 2017-yilni qutlab, programma gruppamiz o'zlari ishlagan yangi bir son mashrabni ko'pchilikning huzuriga sunib turyapmiz. Yillarning bizga o'rgatganlari oz emas. Nurg'un narsalarni yinimizdan ilib ketdi. Eng yaxshi ko'rgan kishilarimizmi ketib qoldi? Uningga ko'ndik. Yillar o'z navbatida nurg'ulg'an natija, sharaflarni ato qildi. Uning albatta xushallik bilan yuzlandik. Mushu jarayonlarni ko'p narsalarni o'rgandik. U bo'lsa-mu minnatdor bo'lishni. Hayotlikda mayli xushal bo'layli, mayli qiyinchilikqa yo'liqayli, mayli boshqalar tarafidan azor yeyli. Faqat minnatdorlik tuyg'usi bo'lsa, biz har qanday ishni boshdan o'tkazishga tayyor tura oladiganmiz. Yuzlana oladiganmiz, to'g'ri tushuna oladiganmiz.